Hammaga salom. Bugun sizlar bilan kuzga makiyaj qilamiz. Bunga makiyajim maksimal kuzga vibe berishni xohladim. Chunki kecha birinchi marta yomg'ir yog'di, shuning uchun harakat qilamiz. Сначала tonalnik, потом bo'lsa teni suramiz. Tenini men o'zim uchun qanaqadir yangi texnikada surdim. Buni oldin harakat qilmagandim. Bunaqa texnikada na удивление. Просто barmog'imda 3 xil barmoqda 3 xil rang olib, rastушевка qildim. В принципе, чистый, toza chiqdi. И mana makiyajimda основной aktsent oladigan strelkalarni tagiga точкаlar qo'ydim. Xuddi shu narsani ikkinchi ko'zimda qaytardim. И oxirgi momentda, kстати, men mana shunaqa strelkali rastушевка qilgim keldi. Вроде все. Tush, pomada. Men hozir sizlarga zo'r lifehack ko'rsataman pomada bilan. Men birinchi tint surib oldim. Ustidan bo'lsa, meni jigarrang pomadam yo'q edi. Jigarrang teni surdim. Uni ustidan bo'lsa bitta blesk surib olsa bo'ldi. Zamena bo'ladi jigarrang pomada yoki boshqacha rang pomada bo'lmasa. Так что вроде все. Makiyajim kommentariyada baho beringlar.